qarab ko'paytiraveramiz va bir narxga kelishamiz va sizni xonadoningizda, chorvangizda hozirgi auksionda sotilgan 510 dollarga sotilgan qo'zi qo'chqordan 2 oyga yoshi kichkina bo'lar ekan. 2 oyga kichkina bo'lar. Yoshroq, demak, yoshroq, yana ham yoshroq. Imkoniyat ko'proq. Ibrohimjon aka boshlavering. Yaxshi, boshlaymiz. 10 dollar kim taklif etadi? Ushbu e'tiboringiz markazida turgan qo'zi qo'chqor uchun Arashan zotidan 10 nasl nasabli 10 20 dollar 30 40 50 60 70 80 100 110 120 120 130 140 150 160 170 180 taraflarni bo'lishib olamiz. Nuriddin aka, siz 190 o'ting. 180 taqdim etilyapti. 190 200 210 220 230 240 250 250 bizda bormi 250 ni tepasiga chiqa oladiganlar? 260 undan ham baland bera olasizmi? 270 280 290 300 AQSh dollari bu tarafdan ovoz kelyapti. 300 dollarda to'xtadik. 300 dan balandroq kim? 310 320 dollar. Yaxshi. 320 dan kim balandroq bermoqchi? 330 340 350 oxiri o'zim ham 360 370 370 dollar. 380 dollarga biz tarafda talabgor bor. 380 dollar. 390 dollarga ham talabgor bor biz tarafda. 400 dollarga oshdi balans. 410 dollar. 410 dollarda to'xtab turamiz. Kim ko'proq bermoqchi? Qo'zi qo'chqor, Arashan zotiga mansub, nasl naslabdorligi ham yaxshi. Xudo xohlasa chorvangizga baraka bo'lib xizmat qiladi. 410 dollarda turibmiz. 410 AQSh dollari. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. Biz tomonda 420. 420 yaxshi baho, sotinglar desam. Kim 420 dan ko'proq bermoqchi? 430 baho taqdim etilyapti biz tarafda. 430 bormi qo'shadigan? 440 440 ga oshdi baho. Kim ko'proq beradi? 440 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari taklif etilyapti. 440 450 baho taklif etilyapti biz tarafda. 450 ga bormi qo'shadigan? 450 AQSh dollari taklif etilyapti. 460 bahoga oshyapti qo'zi qo'chqorni taklif etilayotgan narx-navosi 460. Kimdir ko'proq taklif etmoqchi bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'rib sanashni boshlayotganmiz. 461 taklif etadiganlar bormi? 462 sizlar taraf tinchlikmi? 463 sotildi. Keling aka, davlat markaziga taklif etamiz. Barakasini bersin. Bitta qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. 460 dollarga baholandi ushbu Arashan zotiga mansub bo'lgan oltin rangda tovlanadigan qo'zi qo'chqor. O yuvosh. Endi mana shu inson senga yem beradi, hashak beradi, e'tibor beradi, xudo xohlasa.